23 bob. Shuningdan keyin Hazreti Aysa xaloyiqqa va shogirdlarga mundaq dedi. Tavrat ustozlari va farislarga Musa payg'ambar orqali tushirilgan Tavrat qonuniga ta'bir berish huquqi berilgan. Shunga ularning so'zlarini anglab, deganlarini qilinglar. Lekin qilganlarini qilmanglar. Chunki ular o'zining deginiga o'zlari amal qilmaydi. Ular qattiq diniy qoidalar orqali ig'ir yuklarni boshqalarning zimmasiga ortib qo'ydi. Lekin o'zlari bu yuklarni ko'tarishga barmoqlarini mirdiltishni xohlamaydi. Ular hamma ishlarni boshqalarga ko'z qilish uchun qiladi. O'zlarini taqvodor ko'rsatish uchun oyat qutisining cho'ngini chigib elib, to'llarining chuchularini uzun sangiltib qo'ydi. Ziyofatlarda to'rda, ibodatxonlarda alohida o'rinda o'tirishga amroq kirdi. Bozorlarda kishilarning o'zlarini hurmatlab, salom berishi va ustoz deb otishidan huzurlanadi. Biroq sizlar ustoz deb otilishga ko'nmanglar. Chunki sizlarning yolg'iz birla ustozinglar bor. Uning ustiga hammanglar bir-biringlarga qarindosh. Yer yuzida hech qanday kishini hurmatlab, otam demanglar. Chunki faqat birla otanglar bor. U bo'lsa-mu, arishdiki otanglardir. Sizlar xo'jayin deb otilishga ko'nmanglar. Chunki faqat birla xo'jayininglar bor. U bo'lsa-mu, qutquzg'uchi Masihdir. Aranglarda eng martabalik bo'lgan kishi qolganlarga xizmat qilsin. O'zini ustun tutqini tövan qilindi. Tövan tutqini ustun qilindi. Holinglarga voy, hey soxtipast Tavrat ustozlari va farisiylar. Sizlar arishning podshohligining eshigini insonlar uchun taqidinglar. Yo o'zinglar kirishni o'ylamadinglar, yo kirishni istaganlarning kirishiga yo'l qo'ymadinglar. Holinglarga voy, hey soxtipast Tavrat ustozlari va farisiylar. Sizlar tul ayollardan nab elib, ularning mol-mulkini yeysizlar. Ondan boshqalar ko'rsin deb uzundan uzun duo qilasizlar. Shunga texmu ig'ir jazoga tortilasizlar. Holinglarga voy, hey soxtipast Tavrat ustozlari va farisiylar. Sizlar biror odamni diniy iqiminglarga kirgizish uchun yer jahonni oyilib chiqsizlar. Biroq u kishi iqiminglarga kirgandan keyin sizlar uni do'zaxga kirishga o'zinglarga qaraganda hassilab loyiq qilib yetishtirib chiqsizlar. Holinglarga voy, hey qarg'u yo'l boshchilar. Sizlar ibodatxonni tilga ilib qasam qilganlar qasmiga amal qilmasimi bo'ladi. Biroq ibodatxonniki oltinni tilga ilib qasam qilganlar qasmida turish kerak deysizlar. Hey ko'zi ko'r ahmoqlar. Oltin ulug'mi yoki oltinni muqaddas qilgan ibodatxonimi? Sizlar yana qurbonlik supisini tilga ilib qasam qilganlar qasmiga amal qilmasimi bo'ladi. Biroq qurbonlik supisidagi qurbonliklarni tilga ilib qasam qilganlar qasmida turish kerak deysizlar. Hey ko'rlar, qurbonlik ulug'mi yoki qurbonlikni muqaddas qilgan qurbonlik supisimi? Shuning uchun qurbonlik supisini tilga ilib qasam qilguvchi ham qurbonlik supisini ham uningdagi qurbonlikni tilga ilib qasam qilgan bo'ladi. Ibodatxonni tilga ilib qasam qilguvchimi ham ibodatxonini ham ibodatxonda bo'lg'uchi Xudoni tilga ilib qasam qilgan bo'ladi. Arshni tilga ilib qasam qilguvchi Xudoning taxti va taxtda o'tirgan Xudoni tilga ilib qasam qilgan bo'ladi. Holinglarga voy, ey soxtipast Tavrat ustozlari va farisiylar. Sizlar hatto yolpuz, orpa badiyon va zirlarning 10dan 1 ulushini Xudoga ataysizlar-yu, biroq
Tevrat qonununun texmu muhim tarafları bo'lgan haqqoniylik, rahimdillik ve sodiqlikqa sal qaraysizlar. Oldi bilan bu ishlarni o'rindishinglar kerak. Boshqa ishlarga kelsak, ulog'imiz sal qarashqa bo'lmaydi. Hey, qarg'ı yo'l boshchilar. Sizlar chinanglarga tushgan kichikini poshinimi suzib ilivitsizlar. Lekin birer tögini bütün piti yutivitsizlar. Halinglarga voy. Ey soxtipaz Tevrat ustozlari va parisiylar. Sizlar teshili pokiz yulgan chini qochilarga o'xshaysizlar. Qo'llaringlarni yaxshi yuysizlar. Biroq ichinglar ochko'zlik va shaxsiyatchilik bilan to'lgan. Ey qarg'u parislar, avval chini qochining ishini poklanglar. Shundaqda teshimu pok bo'ladi. Halinglarga voy. Hey soxtipaz Tevrat ustozlari va parisiylar. Sizlar oqartib qo'yilgan, sidqi ko'rinishi chiroyliq, lekin ichi o'lik ustixon va har xil chirg'an narsalarga to'lgan qabrlarga o'xshaysizlar. Teshinglardan kishilarga durust odamlardek ko'rinsizlar, lekin ichinglar soxtipazlik va yomonlik bilan to'lgan. Halinglarga voy. Hey soxtipaz Tevrat ustozlari va parislar. Payg'ambarlarning qabrlarini yosidinglar. Odillarning obidilarini bezidinglar. Ajdodlarimizning zamonida yashagan bo'lsak edik, ularning payg'ambarlarning jiniga zomin bo'lgan qilmishlariga sherik bo'lmaydiq deysizlar. Demak, ajdodlarimiz degan so'zinglar bilan payg'ambarlarni o'ltirganlarning navrlari ekanliginglarga o'zinglar guvohlik berdinglar. Shundoq ekan, ajdodlaringlar boshlab degan ishni ado qilinglar. Hey zaharlik yilonlar, yilonning avlodlari, do'zax azobidan qandoq muqtilalasizlar. Mana shuning uchun sizlarga payg'ambarlar, oqillar va diniy ulamalarni avatib turaman. Sizlar ularning ba'zilarini o'ltirsizlar, krisga mixlaysizlar, ba'zilarini ibodat xollaringlarda darriga bossizlar. Shahardan shaharga qo'g'laysizlar. Shundoq qilib, begunoh Hobilning o'tilishidan tortib, toki Barakiyaning o'g'li ruhoniy Zakariyaning markaziy ibodatxonadagi muqaddas joy bilan qurbonlik supasining oralig'ida o'ltirishgacha bo'lgan hamma begunohlarning yer yuzida iqitilgan qon qarzlariga javob bersizlar. Bilib qo'yinglarki, shu qilmishlarning jazosining hammasi mushu zamonning odamlarining bo'yniga tushadi. Ey Yerusalimliklar, payg'ambarlar va Xudo avatgan elchilarni chalma-kesak qilib o'ltirgan Yerusalimliklar, go'yo Mikyon o'z chujilarini qanot ostiga olgandek, men sizlarni qancha qitim o'z qo'ynimga olmoqchi bo'ldim. Lekin sizlar unimidinglar. Mana endi Xudo ibodatxonanglardan ayrilib, sizlarni tashlab ketadi. Shuni bilib qo'yinglarki, sizlar Rabbimiz avatgan qutqizuvchiga muborak bo'lsin deb menga ishonmaguncha meni qaytadan ko'rolmaysizlar.